Mana bugun biz Yozyovonga keldik. Dilmurod akamizni ishlarini ko'rgan keldik. O'zimiz bir stanovlarni qo'yib bergandik. Dilmurodjon aka, bugun meni xursand qildingiz. Sizni ishlaringizni ko'rib, sexda biz toza tutishingizni ko'rib, juda ham stanovlarni ko'rib, qadriga keyin qilgan kashfiyotlaringizga juda xursand bo'ldik. Hozir Dilmurodjon akamiz sexiga kirib, bir qilyapti turgan ishlarini, qanday ishlarni bajarishyapti, o'shani ko'rib chiqamiz. Dilmurodjon aka, mana bloklarni nihoyat ideal holatda chiqaribsiz. Rahmat, qo'ldan kelgancha. Xaridor qanaqa bo'lyapti? Xaridor tingan yo'q, chiqishiga olib ketyapti. To'xtaganingiz yo'q. To'xtaganimiz yo'q. Meni hayron qoldirdingiz. Shu darajada har bitta qo'ygan joyiga o'zimiz aytib o'tamiz doim, ishni yurishi tozalikka qarab bo'ladi. Shuning uchun hamma yo'qda toza tutiladi. Hamma qo'ygan joylarimizga vatandoshlarga aytib o'tamiz. Mana ko'ringlar, qoliflar hali ishlatilmagandek turibdi. Mana 1 yildan beri ishlatishyapti. Juda ham toza saqlashadi. Mana reskalarimiz, mishalkalarimiz mana pol avtomat qo'yishgan. Mishalkalarimizni ham ishdan keyin tozalash, yuvish bilan zo'r qilishib qo'yapti. Mana reskalarimizni ham qaranglar. Biror joyda musor yo'q. Mana reskalarimiz ham toza turibdi. Dilmurodjon aka, buzilish jarayonlari bo'lyaptimi istamoqlarimizda? Yo'q, buzilgan yo'q hali. Buzilgan yo'q, ha? Buzilgan yo'q. Qoliflarda ko'p joylarda bizga murojaat qilishadi aka, aytib buzildi, bu yerda buzildi deb. Endi bu texnologiyalarni mana shunaqangi qarab, tozalab, joy-joyiga qo'yib, e'tibor berib qaralgandan keyin albatta istamoqlarimiz buzilmaydi. Endi ruchkalari bir nima bo'lib qolsa, ana biz ham yarim qo'yib ruchka olib kelib qo'yganmizda, hozir palisini chiqaramiz, almashtirib qo'yamiz. Bu hamma qiladigan ishlar-da, bular. Mayda-chuda ishlar. Lekin mana kichkina joyda mana shu nechiga necha razmeri? 18 ga 12. 12 ga 18. Ha, 12 metrga 18 metr joyda mana oilaviy yaxshi biznesni yo'lga qo'yishdi. Bir kunda 200 ta 300 ta blok ishlab chiqarasa, Chiqaramiz. 200 ta 300 ta blok chiqarishyapti. Mana shu kichkina sexcha bir kunda $100, $150 sizga daromad olib beryapti. Albatta. Biz shunga xursandmiz. Karani ham lekin boplab qo'yibsiz. Karangizni bir ko'rsataylik. Ishda ham ish bor deb qo'ysinlar, to'rtta qolib bilan. Mana ishlarni ham ko'rsatib qo'yinglar mana. Juda ham chiroyli bajarilgan ishlar, sifat nihoyatda zo'r. Stanoklarda biz olib kelib o'rnatib beramiz ko'p joylarda. Keyin bizga murojaat qilishadi, eplolmayapmiz. Borib ko'rsak juda ham dabdala holatda bo'ladi ko'p joylar. Qaramagan bo'ladi, mishalkalar tozalab, loylarini tozalab tashamagan bo'ladi. Ishdan keyin shu 20 minut vaqt ketadi. 20 minut jarayonida buni tozalab, temir narsa toza tursa bu buzilmaydi-da. Reskalarni ham razmerlarini har kuni ertalab ishga tushishdan oldin ishchilarni shunday tarbiyalash kerak. Razmerlarni joy-joyiga qo'yib, rastor yopishga